Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun men sizlarga yana bir bor Koreyaning iqlimi va tabiati haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Bilganlaringdek, Koreyada ham 4 fasl O'zbekistondek bilan bir xil, lekin yoz fasligina farq qiladi. Yozda Koreyada yomg'ir mavsumi ko'p bo'lgani uchun tabiati, o't-o'lanlar va daraxtlar va yam-yashilligini sababi ham shunda va juda ham namlik kuchli. Bu yerda aholisi madaniy hordiq chiqarish uchun tabiat qo'ynida shunday oromgohlar tashkil etilgan. Bunday oromgohlarda Koreyadan tashqari boshqa davlatdagi o'simliklar turini juda ham ko'pini ko'rish mumkin. Bunday joylarga aholi va ta'lim muassasalaridan o'quvchilar ham kelib, tabiat qo'ynida miriqib dam olish uchun maxsus tayyorlangan bo'lib, bunday joylarning eng yaxshi tomoni hech qanday to'lovsiz kirib, bemalol tabiat qo'ynida madaniy hordiq chiqarishingiz mumkin. Bunday oromgohlarni Koreyaning har bir tuman va shaharlarida alohida tashkillashtirilgan bo'lib, har bir viloyatlarda borib ko'rish mumkin. Mana bunday daraxtlar esa xuddi gullar kabi tuvaklarga o'stirilgan bo'lib, daraxtshunoslar tomonidan yetishtirilgan. Bular Koreyadagi eng qimmatbaho va eng narxi baland daraxtlardan hisoblanadi. Bunday daraxtlarning turi ham juda ham ko'p va boshqa tropik mevali daraxtlarni ham uchratish mumkin. Eng qizig'i shundaki, Koreyaning qaysi burchagiga borsangiz ham inson salomatligi uchun nimanidir tayyorlab qo'yishgan bo'ladi. Bu yerda ham juda ajoyib bo'lgan mana bu yo'lakcha insonlar oyoq yalang yurish uchun maxsus tayyorlangan bo'lib, bunda bolajonlar ham juda ham maza qilib o'ynaydi. Ertalabdan kechgacha shu dam olish kunlarini shunday mashg'ulotlar bilan o'tkazishadi. Oyoq yalang yurish inson salomatligiga o'zlaring ham yaxshi bilasizlar, juda ham foydali. Koreyada mehnat kuchi juda ham kuchli. Shuning uchun ham ozgina vaqt bo'lsa ham shunday salomatlikka foydali bo'lgan mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Mana bu yerda esa boshqa videolarimda ham qo'ygan, o'zimiz O'zbekistonimizda ko'p yetishtiriladigan paxtani ko'rdik. Shunday qilib dam olish kunimizni tabiat qo'ynida miriqib farzandlarimiz bilan o'tkazish bizga ham juda ham yoqadi. Shunday go'zalliklarni ko'rsatib, ko'zlarimizni quvontirgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin.